nafsimizni yoxud chakralarni bosqichlari haqida zo'r multfilm. Diqqat qiling. Avvalo umurtqa pog'onasining asosida joylashgan yer chakrasini ochamiz. U omon qolish uchun javob beradi. Uni qo'rquv to'sib qo'yadi. Sen eng ko'p nimadan qo'rqasan? Barcha qo'rquvlaringni angla. Keyingisi Suv chakrasimi? barakalla. Balki bir kun sen ham guru bo'lasan. Bu chakra quvonch uchun javob beradi. Uni aybdorlik hissi to'sib qo'yadi. Endi esla, seni bosib turgan barcha narsani esla. Sen o'zingni nimada ayblaysan? Men bu odamlarning barchasiga og'riq yetkazdim. Borliqni qabul qil. Bularning barchasi allaqachon bo'lib o'tgan. Lekin bu sening energiyangni zaharlashiga yo'l qo'yma. Agar sen dunyoga yordam bermoqchi bo'lsang, o'zingni kechirishing kerak. Bu olov chakrasi. U qorin sohasida joylashgan. Bu chakra iroda kuchi uchun javob beradi. Uni uyat to'sib qo'yadi. Sen nimadan uyalasan? 4-chakra yurakda joylashgan. U muhabbat uchun javob beradi. Uni g'am, qayg'u to'sib qo'yadi. Hayotingda bo'lgan barcha qayg'uni esla. Og'riq sen orqali oqib o'tsin. 5-chakra tovush chakrasi. U tomoqda joylashgan. U haqiqat uchun javob beradi. Uni yolg'on to'sib qo'yadi. Biz o'zimiz aytadigan yolg'on. 6-energiya manbai, nur chakrasi. U peshonaning markazida joylashgan. U idrok va ma'rifat uchun javob beradi. Uni illyuziyalar to'sib qo'yadi. Agar ongingni ochsang, sen tushunasan. Barcha unsurlar bir va yaxlit. Yaxlitning bir qismi, hatto metall ham shunchaki yerning bir qismi. Faqat tozalangan holda. Bu oxirgi chakrami? Ha, bu chakrani ochganingdan so'ng sen iroda kuchi bilan avatar holatiga kira olasan. Avatar holatida bo'lganingda sen harakatlaringni to'liq nazorat qilasan. Fikr chakrasi bosh tepasida joylashgan. U koinot energiyasi uchun javob beradi. Uni yerga bog'liqliklar to'sib qo'yadi. Sen bu dunyoda ushlab turgan narsalar haqida o'yla. Endi esa bu bog'liqliklarni qo'yib yubor. Ular oqim ichida erib ketsin. O'zingdan qo'yib yuborishni o'rgan. Aks holda koinot energiyasi senga kira olmaydi. Sen qo'yib yuborishni o'rganishing kerak. Bu chakralardan o'tish uchun esa albatta bilim kerak. Bilim barobarida energiya kerak. Ana shu energiya haqida zo'r ma'lumotlarga boy bo'lgan Telegram kanalini tavsiya etaman. Kuch o'zingda deb nomlanadi. Ishoning, ishlamagan neyronlaringizni ishlatib yuboradigan zo'r ma'lumotlar mujassam. Boy bo'ling.